Birinchidan Germaniyada rezidentura qilish uchun sizni moddiy holatingiz yaxshi bo'lishi shart emas. 2023-yilgi holatda 450 mingta hamshira yetishmovchiligi, 170 mingta vrach yetishmovchiligi kuzatilgan. Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasida ishlayotgan vrachman. Menda ham xohish paydo bo'lib qoldi Germaniyaga kelish. Kelgan vaqtim oddiy mana kesilgan buxanka nonlarni 56 sentdan olganmiz-da. Xuddi o'sha non hozir 1.99 yevro turadi. O'zbek kim desa, ko'z oldiga shifokorlar, tibbiyot xizmatchilari kelish boshlayapti. Xuddi eronlik deganda injener ko'z oldiga kelgandek. Hammani pochta qutisiga yozib ketadi, simtolarli internet keladi, tayyorlanib turadi. Chet elda yurgan insonning orqasidan kamda uchastkavoy yoki rais kelib, qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti chet elda, adresi qanaqa, telefon nomerigacha olishadi. Men bilan yana bitta uylangan farzandli bir xil ish qilsak ham ular ko'proq ham topadi. Bo'ydoqlik solig'i bor ekan. O'zbekistondagi aholi bilan Germaniyadagi aholini antibiotikka nisbatan sezuvchanligida juda ham katta farq bor. Ko'rona xulosa qilib, Germaniyada shunaqa ekan deb sug'urta tizimini ham yoki retsept tizimini ham olib olish yaramaydi. O'zbek doktorlari Germaniyada ijtimoiy qiyofa yaratayotganidan men juda ham xursandman. Biriktada yozibdi, Germaniya tibbiyoti ham o'libdi dedi. Tiriltiryapsizmi? Manzilga yaqin qoldi Otabek aka. Zo'r joylar ekan-a? Endi shunaqa bir chiroyli nemis qishloqlar bor ekanda, qarang hali. Shifokor hamyurtlarimizdan birini uyiga kelyapmiz. Sababi klinikani o'zida suratga olish biroz muammo ekan. Ruxsat olish uchun protsedurasi ko'p ekan, shuning uchun uylariga taklif qilishgan. O'sha mashhur video, ya'ni bitta klinikada bir nechta o'zbek shifokorlar ishlayotgani haqidagi videoni egalarini qidirib kelyapmiz va juda chiroyli joyga tushib qoldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. O'zinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mana birinchi boshlanishida kimdir bu joydan bitta o'zbek olgan. Bu joylarning hammasi bitta uyushmaga tegishli, bu uylarni. Keyin tavsiya berishdi, biz ham nima qo'ydik, registratsiya qilib, ariza topshirdik. Ukam ekamizga mana birinchi uyni tepa pastini ukam ekamiz olgan. Keyin mana bu birinchi etajda ham bitta sherigimiz turadi. Keyin o'zbek. Oilasi bilan hammamiz oilali. Faqat ukam halicha oilasi yo'q. Bu uyda. Bunda ham ikkinchi etaj bittasida o'zbek turadi. Keyin mana bu uyda bitta o'zbek turadi. Uzoqdan ko'rib turgan bo'lsangiz, Ford turibdi. Eng kattasi. Ana shu ham o'z bilan boshlanadi. Bu degani bitta o'zbekniki. Keyin orqada ikkita domda ham yana ikkita o'zbek. Hamma vrachlar почти shu atrofda. Sherigimiz boshqa shaharda Badkresbachda turadi. 15 kilometr. Bu yerdan 15 kilometr. O'zi qayerda ish joyi? Klinikamiz bu tomonda. Necha kilometr? 2 kilometrga Ha, ketadi. yaqin. Bemalol. Agar xohlasangiz hozir bemalol borib tepadan ko'rib, chunki mana parkovka qiladigan joy bor. Parkovka qiladigan joydan bemalol olish mumkin. Hozir katta qurilish ketgani uchun nima deydi? Bardak bo'lishi mumkin. Atak nimasi? Klinika bu shu aholi punktiga xizmat ko'rsatadigan. Ne только. Bu o'rtacha bemalol ayta olamiz 50 kilometr radiusda birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatish, operatsiya, sherigimiz masalan ortopediya travmatologiyadan. Kelgan любой siniq boshqa narsalarni bular birinchi navbatda operatsiya qiladi. Men kardiologiya plus stroke unit bu degani insultlar bilan. Birinchi kelgan miokard infarktlar, ostri insult, ya'ni o'zbekchasi insult bilmayman ekan. Insult. Shunaqa insult, faqatgina to'g'ri neyroxirurgiyamiz yo'q. Insult nima bo'ladi? Da. Neyroxirurgiyamiz yo'q. Neyroxirurgiya bu yerdan где-то 80-90 kilometr
keyingi nimada? Shoshilinchga baribir bu yerga kelishar ekan. No, shoshilinchga baribir bu yerga kelishadi. Biz birinchi tibbiy yordam ko'rsatamiz. Agar masalan qon suyultiruvchi preparatlar ichib nima qilgan bo'lsa, qon quyilgan bo'lsa, antidotini berib, birinchi terapiyasini ko'rsatib, kerak bo'lsa intubatsiya qilib, IVLga ulab, keyin vertolyot zakaz qilamiz. Vertolyot bilan olib ketishadi. O'z so'ramoqchi vertolyot bormi? Vertolyot bilan olib ketishadi. Qolgani yo'q gap tashaveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bu yerdan urib qo'yaman-da. Yaqinroqdan tezing sal. Rashizni hurmati. Bu yerdan urib qo'yaman-da. Ya. Lekin kameraga tushdi. To'xtanglar. Mikrofon kim bo'ldi? Mana shu 4 tadan foydalanishimiz kerak, a? Okay, Otabekka berib turing. Bizani eng birinchi Farruh aka, sizni Sodiq aka. Mendan oldin bo'ldi. Sodiqjon aka Qosimov degan akaxon kelgan. Aka mana shu biz mana ishlayotgan klinikamizda faoliyatini yurgizgan. Menga taklif qilgan. Men ham o'sha 2016-yil kelgan yo'limni topolmay yurgan paytimda uka keling bizni klinikaga deb olib kelgandi. O'shundan beri xudo xolasa men Siz 2016 kelgansiz Germaniyaga. 2016-yil kelganman men. Ha, Germaniyani o'ziga. Lekin bu yerga 2019 kelgansiz. 2019 kelganman bu yoqqa. Nima yo'nalishda kelgansiz? Ya'ni qanday yo'l bilan kelgansiz? Endi o'zbekchasini bilmayman tarjima qildik. Freiwilligendienst deydi. Volontyorstvoman kelganman. Endi u ham ruschadan baribir. Volontyorlik deb tarjima qilingan o'zbekchaga. O'sha 1 yil u yerda ishlaganman. Undan keyin til darajamiz yetarli bo'lmagani hisobiga yana boshqa ish qilishimizga to'g'ri kelgan. Ausbildung qilganmiz keyin. O'sha davr mobaynida imtihonlar topshirib, vrachlik sohasiga o'tganmiz keyin. 3 yildan keyin o'tganman. Juda uzoq davom etgan. Birlamchi boshlang'ich tibbiy ma'lumotni qayerda olgansiz? Ba'zi Andijonda. Andijon tibbiyot instituti. Demak, birlamchi tibbiyotni O'zbekistonda olib ham bu yerga kelib ishlasa bo'ladi. Bo'laveradi. Buni hujjati qanaqadir tartibi bo'ladimi? Misol uchun nostrifikatsiya va hokazo degandek. Albatta. Germaniyaga kelishda o'zi oson bo'lmaydi. Avvalo birinchi til sertifikati kerak bo'ladi. Til darajasi yetarlicha bo'lishi kerak. Imtihonga dokumentlarini topshirish uchun avval til sertifikati ko'rsatishlari kerak bo'ladi. U kamida B2 darajasida bo'lishi kerak. Endi shu men 2016-yildagi natija anaqam bo'yicha holatim bo'yicha gapiryapman, chunki aynan ancha uzoq vaqt bo'lgan hisobiga men imtihon topshirganim yo'q, bu narsaga qiziqqanim yo'q edi. 2016-yilda aynan xuddi shunaqa edi. B2 darajasi bilan bemalol dokumentlarni topshirib, Fachsprachprüfung deydi, til imtihoniga mediklar tomonidan olinadigan til imtihoni topshirish kerak bo'ladi. Ular aynan shu chet eldan, masalan, 3-chi davlatlardan deydi, aynan shu mana Yevropa davlatlaridan tashqari davlatlardan kelganlar, 3 davlatdan kelganlar deydi. Ularda aynan ona tilisi nemis tili bo'lmaganligini hisobiga keyin institutlarini tan olmaganligini hisobiga, to'g'ridan-to'g'ri tan olmaganligini hisobiga imtihon topshirishlariga to'g'ri keladi. Uni topshirgandan keyin ular sizni vrach bo'lib ishlay olishingiz yoki ishlay olmasligingiz haqida qaror chiqarishadi. Ha, ishlay olasiz deb qaror chiqarsa, albatta bitta sizga sertifikat beradi. O'sha bilan keyin sekin ishingizni boshlasangiz bo'ladi. O'zi nimaga biz ko'p eshityapmiz? Germaniyada oxirgi yillarda o'zbek degan imidji, o'zbek kim desa, ko'z oldiga shifokorlar, tibbiyot xizmatchilari kelish boshlayapti. Xuddi eronlik deganda injener ko'z oldiga kelgandek. Ya'ni shunaqa imij sekin astalik bilan, to'g'ri, juda zo'r emas, sekin astalik bilan shakllanyapti degan bir gapni eshitdik-da ko'pchilikda. Va bu qay darajada haqiqat va nimaga aynan tibbiyot sohasi? Va Germaniya qanaqa bog'liqlik bor? O'zbeklar, tibbiyot va Germaniya. Uzr, qo'shimcha qilsam, kim keldi? Bunyodbek Jalolov bizni klinikamizda kardiologiya bo'limida ish olib boradi, rezidentura. Savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun? Birinchidan, Germaniyada rezidentura qilish uchun sizni
moddiy holatingiz yaxshi bo'lishi shart emas. Chunki rezidentura qilish mobaynida yaxshigina oylik olasiz. Ikkinchidan, o'rganish juda ham zo'r. O'zingizda agar rostdan ham xohish bo'lsa, harakati zo'r bo'ladigan bo'lsa, rezidenturada juda ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin. Masalan, o'zimdan misol qilib hammamizdan misol qiladigan bo'lsak, bitta bo'limda ishlaganimiz bilan albatta reanimatsiya yoki intensiv terapiyaga rotatsiya bo'ladi. Bu intensiv terapiyada rotatsiya qilish mobaynida siz ham birinchi tibbiy yordam, intubatsiya, sun'iy apparatlar, qolgan funksiyalar hamma narsani o'rganasiz. Uni boshqa joyda ham o'rgansa bo'ladi-yu. Ya nimaga aynan tibbiyotga buncha o'zbek kelyapti va nimaga aynan Germaniyaga? Misol uchun nimaga juda ko'p agrar mutaxassislari, juda ko'p iqtisodchilar Germaniyaga kelmayapti-da? Aynan tibbiyotda sezilarli qolganlarga nisbatan sezilarli kelish ko'payapti. Siz qo'shimcha qilsam ozgina. To'g'ri siz aytgan narsalar Amerikada ham, Angliyada ham o'rgansa bo'ladi. Ularda talab va takliflari bilan Germaniyada farq bor. Birinchi farqi til bilim darajasi Germaniyada B2 hisoblanadi. Masalan, xuddi shu narsani Angliyada C1 dan topasiz. Agar Shveysariyaga borib o'qimoqchi bo'lsangiz, Shveysariya ham C1 darajasi yoki talab qiladi. Germaniyada boshlang'ich ish boshlab olishlik uchun B2 kifoya qiladi. Nemischada B2 deyiladi. B2 deyiladi. Birinchisi shu, ikkinchisi endi eski statistika 2023-yilgi holatda 450 mingta hamshira yetishmovchiligi, 170 mingta vrach yetishmovchiligi kuzatilgan. Ya'ni chet elliklarga bo'lgan talab Germaniyada juda yuqori, asosiy aholi qari bo'lganligi uchun yana ham kamayib boryapti. Undan tashqari nemis aholisi uzoq yashagan, meditsina yaxshiligi uchundir ham balki qarib ketganda ko'pchilik aholi. Ishga anaqasi ham kam, undan tashqari Pflegebedürftig deb qo'yadi, ya'ni invalid kasallar juda ham ko'p. O'sha yilgi hisobotda 3,5 millionta bo'lgan. Ya'ni tibbiyot kimdir doimiy qarashga muhtoj bo'lgan patsientlar 3,5 millionta. Bu narsa 2030 ga borib, endi statistika men o'qigan Bundesamtga to'g'ri bo'lsa, 5 milliontaga yetadi. Bu degani chet eldan keladigan tibbiyot xodimlariga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga oshib boraveradi, kamaymaydi. Shuning uchun bular xohlasa ham, xohlamasa ham chet eldan keladigan oqimni kamaytirib qo'ygan. Vaholanki o'zini xalqiga mana bizda 5 eng zo'r, 1 eng yomon baho bo'lsa, bularda teskarisi 1 eng yuqori bal. 1 ham 5, 2 ham 5, 3 ham, 5 ham 5 hisoblanadi, lekin umumiy maktabdagi bahoyingiz agar 1 bo'lsa ham doktor bo'lish imkoniyati pasayib ketadi. 1-3 bu ham juda yaxshi 5 hisoblanadi. 90 ball hisoblanadi pashti. Lekin 1-3 bo'lsa o'zi doktor bo'lishlik haqida unutsa ham bo'laveradi Germaniyada. Endi shunaqa qiyin qilib qo'yganlarda unaqa talab yo'qmi? Vot, ana shu joyi nozik joyida o'zlarining xalqiga balkim haqiqiy tibbiyot meditsinasini ushlab qolishlik uchun standarti juda yuqori holatda ushlab qolgan. Lekin oraliq kompensatsiyani qoplashlik uchun majbur bo'lyapti. Chet eldan o'sha B2 daraja bo'lsa ham shu lukrativlashtirib kelishlikka qanaqa imkoniyatlar yaratib, viza jarayonlari qanchadir miqdorda yengillashdi oxirgi yillarda bo'lib, shunaqa qilib chaqiryapti. Ko'p. Shuning uchun shu oqim kattayib ketdi va yana bitta asosiy faktor deb o'ylayman. Biz vrachlarda shunaqa o'zbek vrachlarda do'stona muhit bor, klimat bor. Bittasi ketsa boshqasini albatta tortadi. Masalan, o'qituvchilarni boshqasini ham bilaman, lekin o'qituvchilarning katta kanali yo'q-da. Bizning vrachlarning misol kanali bor, u yerda 7 mingta vrach bor. Hammasi nemislar o'qiyotganlar. Bir-biriga yo'l ochishgan, o'rgatib berishgan, shuni hisobiga oqim katta. Hamjamiyat shakllangan. Vrachlar hamjamiyati bor. O'ziga o'zbek vrachlari hamjamiyati. Kim qo'shildi bizga? Siz o'sha anaqani oldiga o'tib oling. Panjarada o'ylashmadingiz. Nima balo qilib qo'ydi ekan bu deb. Aha. Mirkomil aka, aha. Nima? Ya bo'lar. Aha. Klinikamizda terapiya yo'nalishida o'z rezident. O'zi kamgina bo'lib boshlovdik, anaqa ko'payib ketyapmiz, ko'z tegmasa. Savolingizga ham qo'shimcha qilib. Bemalol. Endi boya masalan hammani baribir o'zini masalan tarixi bor, masalan kelish. Lekin men asosiy masalan men nima deb o'ylayman? Masalan o'zbek baribir mehnatkash xalq deb o'ylayman-da. Masalan boshqa xalqlar bilan solishtirganda. Masalan qanaqadir maqsadi uchun u bugun dam olishim kerak, bugun masalan buni qilishim kerak deb o'tmaydi. Masalan darsmi dars yoki ishmi ish. Tim bo'l masalan ota-onasi ba'da motivatsiya beradi, masalan senga ishonaman deb. Germaniya masalan men o'zimni masalan olsa nimaga desa, endi men o'ylayman ko'pchilikda baribir shu fikr o'tgan. Masalan tekin imkoniyat berilganda, qaysi ma'noda? Masalan, mana senda til imkoniyating yaxshimi? Mana biz senga qanchadir muddat vaqt beramiz. Imtihonlaringni topshir, sen diplomingni agar o'tsang, tan olamiz, mana keyin ishlashni boshla. O'sha muddatda ham
pul talab qilinmaganda masalan bizdan. Masalan, hamma nimadir ish qilgan-da, o'shandan daromad topib turgan, imtihonini topshirgan, ishlashni boshlagan, ya'ni tekin imkoniyatda faqat o'zingizga bog'liq. Siz yaxshi o'qidingiz, yaxshi ishladingiz, rivojlanib ketdingiz-da demoqchiman. Endi qanaqadir ko'pchilikni masalan xayolda endi balki masalan Amerikaga ketish uchun masalan qanaqadir baribir boshlang'ich ona kerak bo'lishi mumkin, byudjet Mablag', budjet. Ba'zi Germaniyaga kelishga hech kimda masalan katta qismda kimdir masalan til kursi qilib kelmagan bo'lsa, qolgan qismlarda to'g'ridan to'g'ri o'sha volontyorstvo yoki ishga kelgan. Shuni hisobiga men shunday deb o'ylayman, tekin imkoniyat berilgan, keyin hamma ushlab qolganlar qattiq harakat qilgan, mehnat, shu bilan demoqchiman, imkoniyat bo'lganda. Bitta so'rashim kerak bo'lgan, tasavvur qiling, men masalan hozir Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasida ishlayotgan vrachman. Menda ham xohish paydo bo'lib qoldi Germaniyaga kelish. Nima qilishim kerak? Siz agar masalan Nimadan boshlayman? Qadam-qadam, ya'ni masalan birinchi o'rinda tilni o'rganish kerak. nemis tilini. Обязательно. Masalan, agar iloj bo'lsa, o'sha O'zbekiston o'zida akalar aytganda o'sha B2 darajani olish, chunki hozir to'g'risini aytish kerak, oldin kelganlardan ko'ra hozir olish ham oson bo'lib qoldi. Nimaga? Unaqa nemis tili markazlar juda ham ko'p. Masalan, oldin deylik, endi masalan o'sha 15 dan bag'i deylik, 20 gacha bo'lsa ham juda kam bo'lganda. Masalan, men ham o'zim Andijonda o'qigan bo'lsam, mana shu Andijondan kelganlar hamma qismimiz bitta joyda o'qiganmiz. Balki bitta o'qituvchida ham-da. Aslida unday. Shuning uchun men o'ylayman, hozir taklif ko'p bozorda. Juda ko'p. O'shaning uchun o'rganishga imkon juda oson. Narxi ham keyin o'shanga yarasha arzon-da, chunki ko'p. Taklif ko'p. Baribir masalan o'sha tilini yaxshi qilsa, birinchisi. Undan keyin masalan baqa kelish yo'llari hozir biza kelgan davrimizdan ko'ra hozir imkoniyat juda ko'p. Hozir mana Bunyod aka aytdi, mana til kursi bo'yicha kelsa bo'ladi. Yoki pryamoy masalan to'g'ridan to'g'ri ishga vrach yordamchisi bo'lib, hozir oldin unaqa bo'lmagan. Masalan, men ham 19-yil kelganman. Vrach yordamchisi bo'lib kelishim uchun nima qilishim kerak? Yani til sertifikati. Tilimni ham amalladim, B2 oldim. Chiroqchida o'qidim. Endi hozir mana shuni Bunyod aka zo'r qilib tushuntirib beradi. Bunyod aka chunki juda mana shu narsaga biladi. Mana tushundingiz-mi? Men qadam-qadam men olib kelinchi Germaniyaga. Moddiy holatingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin, til darajangiz ham yo'q, lekin Germaniyaga ketmoqchisiz. Yaxshi variant. Chunki aytib o'tganimizdek, bu yerda taklif ko'p. Vrach kam, taklif ko'p, osonlashtirilgan sharoit. Masalan, siz Avstriyaga bormoqchisiz, Germaniya elchixonasiga kirasiz. O'zbekiston Germaniya elchixonasi bor. Ya'ni viza olish bilan ham muammo yo'q. Qaysidir mamlakatga chiqib viza olish shart emas. Amerika elchixonasiga o'xshab haligi juda qiyin proses bo'lmaydi. Proses nisbatan oson, yengillashtirib qo'yilgan. Xo'p, hozir onlayn platformalar juda ko'p. Masalan, tibbiyot bo'yicha ham aynan ikkita imtihon bo'ladi boshlang'ich holatiga. Birinchi darajada til bilimini isbotlab berish kerak. O'sha B2 kifoya qiladi. Shuni ko'rsatib bergandan keyin FSP deb qo'yadi. Bu ham misol uchun Amerikaga bo'ladigan o'sha 3 etapli imtihondan ko'ra oson. Nima deylardi? USML dan ko'ra ancha oson FSP deb qo'yadi, juda oson bo'ladi. Va mana shu FSPga tayyorlaydigan bepul kurslar ham juda ko'p. Bu FSP bu soham bo'yichami, tibbiyot bo'yichami, bu yerda yaxshi savol berdingiz. Tibbiy terminologiya bo'yicha. Undan keyin tibbiy bilim bo'yicha ham bo'ladi, lekin avval bosqichda shifoxona sharoitida kommunikatsiya qila oladimi terminologiya bilan? Xo'p, nemis tili bilar ekan. Terminologiya ham biladimi degan maqsadda terminologiya imtihoni bo'ladi. Bu birinchi qadam. Undan keyin bilimlar imtihoni bo'ladi. Kentisprüfing deb qo'yamiz. Uzr, savolingizdan sal chaqirib ketib qoldim. Ya'ni til markazlari ko'p demoqchi edim. FSP o'sha imtihonga tayyorlaydigan bepul markazlar ham bor. Hozir men Telegramda ko'ryapmiz, nemis tilini o'zini ham bepul o'qitadigan markazlar. O'zbekistonda o'zida bu. Endi nimadir qilib nemis tilini boshlang'ich o'rganib oldi. 6 ta daraja bor: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hech bo'lmaganda A2 yoki B1 darajaga yetib kelib olsa, til kursi qilib kelsa bo'ladi. Buning uchun albatta moddiy sharoit kerak bo'ladi. Yillik oylik o'rtacha 1100-1200 bankda shot ko'rsatish kerak. Bu oson emas. Undan keyingi varianti volontyor bo'lib kelsa bo'ladi. Volontyorlik programmalari bor. Unga o'sha A2 yoki B1 bilan ham kelsa bo'ladi. Lekin qiladigan ishning sifati nisbatan pastroq. 350-400 euro pul beradi, yotoq joy, oziq-ovqat, strafovkaga to'laydi, lekin 8 soat ishlaysiz. To'liq ish kunida ishlaysiz. Ya'ni uja ish topish uchun emas, ya'ni pul topish uchun emas. Bu sal endi qo'p biz o'zimizdan harakat qilganmiz, kimdir kritika qilmoqchi emasman. Sal til o'rganishga ozgina dangasalik qilayotgan, lekin sharoiti yaxshi bo'lmagan odam o'sha volontyor bo'lib kelsa bo'ladi. Lekin ozgina sabr qilib O'zbekistonda o'sha A2 B1 emas, B2 ga chiqadigan bo'lsa, endi vrach yordamchisi degan narsa bor. Bu vrach emas.
Bu medbratan emas. Buni oralig'idagi narsa MFA deb qisqa qilib qo'yishadi. Meditsiniy Fachangestellte oldin bu narsani Artshelfer deb qo'yishgan, shifokor yordamchisi. Bunda asosan shifokorga yordam berib yuradi, patsientlar bilan bo'ladigan haligi tushuntirish ishlarida, dori yozishda, vizitni protokollashtirish, retsept yozib berish, shunaqangi operativ ishlarni bajaradigan vrach yordamchisi bo'ladi. Unga ham pastroq darajada talab qilinadi va kirish imtihoni bo'lmaydi. Agar O'zbekistonda B2 darajaga chiqib olsa, hatto ba'zi joylar B1 bilan ham oladi. Ayni bu 3-daraja bilan. Chiqib olsa, O'zbekistondan turib onlayn B1 deymiz, biz endi onlayn hujjat topshiradi, ariza topshiradi va bironta joydan vrach yordamchilikka shartnoma oladigan bo'lsa, Arbeitsvertrag deymiz, mehnat shartnomasi oladigan bo'lsa, bu orqali viza olib kelsa bo'ladi. Kelishi bilan hech qanday imtihon topshirmaydi, chunki tibbiyotda oliygoh diplomi bor. Sredniy obrazovaniya hech bo'lmasa yaroqli hisoblanadi eng kamida va imtihonsiz vrach yordamchisi bo'lib ish boshlaydi. O'sha rayondan chiqqan odam ham unga endi yo'l kiraga pul topsa bo'ldi. Qishlog'ida bekka o'rgangan, yo'l kiraga masalan 300 euro pulini topsa, kelishi bilan oyligi naq. Oylik ham hozirgi holatda minimaliga nech pul bo'lib qoldi? Qisqasi eng kamida 2970 bo'lib qoladi. Masalan 2900 euro brutto yoziladi, minimalka oylik vrach yordamchisiga. Bu qo'lga tegishi taxminan 2000 euro toza qoladi deganida, o'sha birinchi oyda o'zidan. Lekin hali bu vrach emas, u vrach yordamchisi. Endi kelgandan keyin boyaga endi imtihon, FSP degan imtihoni bor, terminologiyani isbotlab berish kerak. Buning uchun mana BAMF degan tashkilot bor, BAP bor, KAZA, har xil Germaniyaning o'zida tashkilotlar bor. Chet ellik vrachlarda Germaniyaga yetib kelib olsa, mana shu imtihonga bepul tayyorlaydi. Pulga ham qilsa bo'ladi, masalan 2000-3000 euro turadigan kurslar bor, buni bepul ham taklif qiladi. BAMF degan tashkilot. Mana shunda o'qib, o'rganib, ham vrach yordamchisi bo'lib ishlayapti. Masalan, parallel onlayn imtihonga tayyorlanib, FSP topshirib, keyin berib salomimiz olsa bo'ladi. Bu o'sha 2 yillik cho'zib yubormadimmi? Yo'q, aytavering. Yaxshi, 2 yillik deylik, hamma shu yo'lni bosib o'tganmiz. Shuning ko'pchilik nomini aytib o'tyapman. 2 yillik Arbeitserlaubnis deymiz, ya'ni vrach bo'lib ishlashlikka ruxsatnoma vaqtinchalik. Mana shu 2 yil ichida endi terminologiya emas, endi bilimni isbotlab berish kerak. Bu narsa Kenntnisprüfung deyiladi. Shuni topshirib o'tsa, keyin qo'lga approbatsiya beradi. Approbatsiya degani, mana hozir shu yigitlar rezidentura boshlaydi deyapti. Bular o'sha til darajasini ham isbotlagan, hamda Yevropa darajasida o'sha 6-kursni bitirgan tibbiyot talabasi topshiradigan imtihon bor. Hammer ekzamen deb qo'yishadi, Kenntnisprüfung deyiladi. Mana shu imtihonni topshirib o'tgandan keyin ular qo'lga approbatsiya oladi. Xuddi mana shu narsani mana shu vrachlar ham bosib o'tgan. Biz universitetga borganmiz, o'sha 3 ta professor o'tiradi, 3 soat, 4 soat bo'ladi, ba'zan 2 kun bo'ladi imtihoni. Mana shu imtihondan, bilimlar imtihonidan o'tgandan keyin undan keyin qo'lga approbatsiya beradi. Ana shundan keyin masalan kardiologiya, urologiya, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha rezidentura boshlasa bo'ladi. Va eng yaxshi tarafi o'sha eplab kelib oldi vrach yordamchisi bo'lib, mana bu proseslarda hammasida u oylik oladi. Vrach yordamchisi bo'lib ham oladi, berib salomimiz bilan 2 yil sinovda yurganda ham oylik oladi va approbatsiyadan o'tgandan keyin rezidentura paytida ham kattagina oylik oladi. O'sha rezidentura paytida oladigan oyligini bu yerda masalan o'qituvchi yoki politsiya mutaxassis sifatida ham olmaydi. 1-2 yil baribir sabr qilib, mehnat qilish kerak ekanda. Lekin boya aytgandek, tekin imkoniyat, mana aka aytgandek, mana o'sha davrda ham puli bor. Masalan, uylangan bo'lsa oilasini olib kela oladi. O'sha masalan ota-onasiga deylik, baribir endi ba'zi o'zbeklarda qonunda bor narsa, ota-onamga yordam beray deydi. Eng asosiy maqsadda biz hammani ota-onasini masalan qanaqadir yordam berib tura oladi. Shuning uchun baribir masalan ko'ngil to'q bo'ladi-da. Baribir endi nima deydi? Moddiyatga ham ko'p narsa bog'liqda. Moddiyat bo'lmay sabr qilish qiyin bo'laveradi-da. Mana shu to'g'risida savol bermoqchi. Moddiyat to'g'risida. Chunki masalan ikkinchi tarafi ham bor-da. Daromad haqida va ba'zidagi startdagi imkoniyatlar haqida ukamiz gapirib berdi. Yashash bilan bog'liq xarajatlar qanday? Shu ham juda ham muhimda. Chunki agar sizda daromadingiz bu kishi aytayotgandek bo'lsa-yu, xarajatingiz yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, afzalligi yo'qolib qoladi o'z-o'zidan. Shunga hozir kimdan boshlasak bo'ladi? O'zi kelib yashaganda va oilasi bilan kelib yashagandagi xarajatlarni, sug'urtani, transport xarajatlarini birma-bir gapirib bersa. Avval bo'yidoqlardan boshlashimiz kerak. Kim keldi? Qo'shilgan do'stlarimiz. Ayting kim? Muhsinjon Rahmatov. Klinikamizda ortopediya, travmatologiya yo'nalishida rezidenturasini olib boradi. Menimcha bergan savolingizga Farruh akadan boshqa odam eng kerakli javobni bera olmasa kerak. Hamma bosqichlar bosib o'tgan. Birinchidan hamma bosqichlar bosib o'tgan. Ikkinchidan oilasi, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, o'zini xonadoni, avtomobiliga ega. Juda ham javob bera oladi deb o'ylayman. Mikrofoni ham bor o'zi. Farruh aka, qani?
nima deb boshlashamiz endi? Yashash qimmatmi? Yashash xarajati, ya'ni qiymati. Qimmatmi? Yashash sizni qayerda yashashingizga qarab har xil. Hozir biz shu shaharchada turibmiz. Shaharchamizga qaragan, bizning shaharchamiz nisbatan Germaniyaning katta shaharlariga qaraganda chekkaroqda joylashganligi hisobiga yashash bu yerda katta shaharlarga qaraganda arzonroq. Tinchroq. Shuni hisobiga ko'pchilik chekkaroqqa qarab keladi. O'z nemislarning o'zlari ham chekkaga qarab intilishadi. Aynan yashash uchun to'lovni miqdorining ko'pligini hisobiga. Oilasiz o'zim yashagan paytimda haqiqatda ham unaqa ko'p oilam uchun, o'zim uchun unaqa ko'p miqdorda pul sarflagan emasman. Oila bilan bo'lgandan keyin oilada bolalar bog'chaga borish kerak bo'ladi. Bog'chani to'lovi bo'ladi. Undan keyin maktabga boradi. Meni eng katta farzandim maktabga boradi. Maktabda ham albatta o'ziga yarasha to'lovlari bor. Avtomobil to'lovlari, Raqamlar bilan ketdik. Raqamlar bilan. Bolalarni Assalomu alaykum. Kim keldi? Keling, turing. Akram Ubaydullo. Aha. Ubaydullo? Aha. V yo'qmi? Yev degani yo'qmi? Akramov Ubaydullo. Men Akram Ubaydullo dedim. Yo'q, lekin bu tema tanish. Juda ko'pchiligimiz hozir farzandimizda yevlarni olib tashlayapmiz. Masalan, ko'ryapman. Meni o'g'limning oti Umar Hakim. Ofini olib tashlaymanmi, o'zim Hakimovman. Endi bizda o'zimizdan olib tashlash prosessi juda ham uzoq davom etgani uchun shuncha farzandlarimizni sekin-sekin boshlaganmiz. Ubaydullo aka nima ish qiladilar? Klinikamizda terapiya yo'nalishida ish qilamiz. 10 kishi bo'ldik, ana ko'payib ketyapmiz hali. Futbol komanda bo'lamiz. Sekin ko'payadi hozir yana. Raqamlarga qaytamiz. Raqamlarga qaytamiz. Faktlar bilan. Faktlar bilan gapiradigan bo'lsak, bolalar 1 yashardan boshlab bog'chaga borishni boshlaydi, agar xohlasangiz. Yo bo'lmasa 3 yoshgacha bolani olib qolsangiz bo'ladi. Meni farzandlarimni ertaroq berganman, bolalarimni. Chunki bolalar jamiyatga moslashishi kerak, til o'rganishi kerak. Agar yosh kattalashib boradigan bo'lsa, jamiyatga moslashishi, tilni o'rganib olishi ozgina qiyin bo'lib, bolaga stress bo'lishini hisobiga shuni hisobini olib turib, men ozgina ertaroq bolalarga beraman. 1,5 yashar shunaqa yoshdan bog'chaga beraman. Bu bog'chada kirippa deydi, kichkina bolalarni qaraydiganqasi. Eng qimmati shu. Kriplarni men to'laydigan raqam 290 yevro atrofida bitta bola uchun to'layman oyiga. Undan tashqari o'yinchoq uchun to'lanadigan summasi bor, ovqat uchun to'lanadigan summasi bor. U yana qo'shimcha bo'lib keladi. Lekin unaqa katta rasotma har oyda har xil bo'ladi, chunki bolalar ayrim oylarda ko'proq eda bo'ladi, ayrim oylarda kamroq bo'ladi. Shuning hisobiga farq bo'lib turadi oyma-oy. Kattalarniki, katta 3 yoshdan boshlab bolalar normal bog'chaga borishni boshlaydi. Ular katta bolalar, ularga e'tibor haligi kichkina bolalarga kamroq bo'lganligi hisobiga ularniki kamroq to'lanadi. Uni aniq qancha to'lashimni ham bilmas ekan. Qarang, bosh savolni aniqlashtiraman, qarang. Siz o'zingiz yashaganingizda daromadingizni qancha qismini o'zingizga ishlatardingiz? Ya'ni o'zingiz hayot tarzingizga, oziq-ovqatingiz, transportingiz, yo'l kirish, sug'urtangiz boshqaga. Chiziqcha bilan aytaverasiz. Qanchasini jamg'ararsiz, qanchasini uyga jo'natarsiz? Hozir qanaqa proporsiya? Boshlang'ich paytda sarflagan bo'lsam, bir 10 yo 20% o'zimga sarflaganman-da, maksimal. Hozirgi lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 2016-yil Farruh aka kelgandagi narxlar plus hozirgi mana bu urushdan keyingi narxlarda juda ham katta farq bor. Inflyatsiya juda ham katta. Men kelgan vaqtim oddiy mana kesilgan buxanka nonlarni 56 sentdan olganmiz-da. Xuddi o'sha non hozir 1.99 yevro turadi. Lekin men gaplarni bo'lmoqchi emas edim. O'rtacha bemalol volontyorlik qilib kelgan odamlar 100 yevro bilan boshida yashagan. Nimadan tashqari? Urushgacha bo'lgan davrda. Urushgacha bo'lgan davrda 100 yevro bilan bemalol bir oylik oziq-ovqatsizni ta'minlasangiz bo'ladi. Agar qattiq harakat qilsangiz, plus klinikadan qanaqadir yordam bo'lsa 50 yevro ham yetgan. To'g'risini aytish kerak. Hozirgi kunda bitta insonga bemalol volontyorlik kelgan odam uchun
300 euro, 200 bilan 300 euroni o'rtasida. Bu oziq-ovqat uchun. Bu oziq-ovqat. Qolgan xarajatlar uchun telefon ham qanaqa olganingiz uchun emas, sim karta nomeri uchun to'lanadigan xarajatlar. Oyla kelgandan keyin avtomatik bu narx minimum 3 barobar ko'payadi. Chunki siz boshqa kvartira olasiz, kattaroq. Kvartira ham 3 barobar qimmat. Yana ham Farruh aka aytgandek, biz yashaydigan regionda nisbatan kvartiralar qimmat. Sizlar o'zingizlar Myunxenda bo'ldinglar. Myunxendagi bilan taqqoslasak, bir xil joylariga qarab 4 barobargacha farq qiladi. Arzonmi bu qimmatmi? Arzon. Umuman Germaniya bo'yicha Bavariya bilan Baden-Vyurtembergda territoriyasi qimmat hisoblanadi. Masalan, boshqa joylarda markaziy shaharda ham bizim mana chekka qishloqchalik narx qimmat emas. Masalan, bu hozir misol o'zim uyim holatda oladigan bo'lsak, почти 1000 euro to'laymiz nettosi. Hozir Necha kvadrat metrlik? 100 kvadrat metr. 100 kvadrat. Bog'i bor, boshqasi bor. Aha. Endi просто men standart alginda qasda aytyapman. U endi 100 kvadrat metrda. Myunxenda turadigan bo'lsangiz, biz bolalar turishadi. 35 kvadrat metrli bir xonali uyda 3 kishi 1400 euro ga turadi. 35 kvadrat metr bir xonali. Bitta shuncha narx. Bu yerda 100 kvadrat metr joyda masalan 1000 euro ga tursa bo'ladi. 5 xona 6 xonali uyda tursa bo'ladi. Uzr, men gapingizni aniq qilib. Ja, hamma aytaversin o'zini tajribasi. Keyin hozirgi umumiy xarajat degan narsangizga nemischa hisob-kitob bor, o'zbekcha hisob-kitob bor-da. Nemislarda o'zining shart talabi bor, ya'ni minimalniy ehtiyoj bor. Minimalniy ehtiyoj hozir masalan chet eldan keladigan bo'lsa, uni cho'ntagida aytaylik, o'zining xarajatini o'zi qoplasa va hech bo'lmasa bir kambag'al nemisga o'xshab o'rtacha yashashlik uchun shotida 1027 euro pul bo'lishi kerak, oyma-oy tushadigan. Bu nimalar hisoblanadi desangiz, Germaniyada majburiy xarajatlar bor. Va nisbatan majburiy va ixtiyoriy xarajatlar bor. Majburiy xarajatlarga siz sug'urtalangan bo'lishingiz kerak. Tibbiy sug'urta bo'lishi kerak. Bu tibbiy sug'urta agar oylik oladigan bo'lsangiz, oyligingiz 14% hisoblanadi. Masalan, 10 ming euro oylik oladigan bo'lsangiz, 1400 euro berishingiz kerak bo'ladi. Bu majburiy. Buni 7% ni siz o'zingiz oyligingizdan o'zingiz to'laysiz, 7% ni ish beruvchi to'lab beradi. Xo'p, mayli, boyaga qaytadigan bo'lsak, o'sha rayondan keldi, kimdir vrach yordamchisi bo'lib ishga kirdi, 3000 euro oylik olyapti. 2000 eurosi toza qoladi. 1000 eurosi qayerga ketadi? O'sha 1000 eurosi daromad, solig'i, sug'urtaga ketadi, sotsialga ketadi. Biz O'zbekistonda yo'q, ba'zi sug'urta xarajatlari bor. Bu yerda qaraganda ko'pchilik ota-onaga qaramaganligi uchun sotsial fondga ko'proq pul o'tkazish kerak bo'ladi, qaraganda qariyalar uyida yashashlik uchun. Xo'p, demak, sug'urta yop qoladi 14%dan. O'rtacha ishchidan masalan 220-250 euro sug'urtaga ketadi. Bundan tashqari radioga ketadi. Bu majburiy. Buni radio eshitmayman, uyimda televizorim yo'q desangiz ham to'lashga majbursiz, telefon ishlatyapsan deydi. 17,5 euro shunaqa bo'lib qolgan. 18 euro bo'lib qolgan, bu ham majburiy. Har oymi? Har oy. To'laysiz, lekin oilada bir kishi ishlatsa, masalan, Farrobeyda o'zining xususiy uyi bu, bitta Farrobey to'lasa, qolgan oila a'zolari to'lamaydi. Shunaqa. Bitta oilada bir kishi to'lashi majbur bo'ladi va sug'urta. Bu bola to'lasa o'zining oilasiga, qolgan hamma farzandlari sug'urta to'lamay qo'yadi. Alloh ko'rsin, og'rib qolsa, bepul dadasi orqali o'zining sug'urtasi bilan ketaveradi. Mana shu ikkalasi majburiy. Undan tashqari nisbatan majburiylar oladigan bo'lsak, sug'urtaga 200, radioga 17 euro ketdi. Internet trafiki o'rtacha sim karta olib turib, misol normal ishlatadigan bo'lsangiz, cheksiz internet qilib 30-40 euro tezligi pastroq holatda. Ya'ni 200 da bo'lsa 230, 240 taxmin atrofida ketdi. Internet yomon ekan-a? Juda sekin. Sekin ekan. Keyin biz e'tibor berdim. Yo, menga shunaqa uchrab qoldim dedim. Mehmonxonada ham, ya'ni bizda sal qotib qolsa so'kadigan bo'lib qolganmiz. Xudoga shukr. Bu katta shaharlardan ko'p joyda telefon sim kartaning antennasi ham chiqmay qoladi. Poyezdga ketasiz, ko'p joyda internet chiqmay qoladi. Biz ham hayron qolganmiz masalan boshda. Telefondami? Yo'q, svязda muammo bor. Ko'proq kitob o'qidim. O'zida. Betarada ketgan yetishmasligi internet yomonligiga sabab IT xodimlarida juda kritik darajada yetishmovchiligi, keyin yetishmovchilikni nimaga qoplashmaydi? IT xodimlarida oyligi nihoyatda katta bo'lgani uchun shuni hisobiga internetda sekin, antennalar kam, antennani yotqizish uchun xodim yetishmaydi. Xodim yo'llaydi desa oylik nihoyatda yuqori, shu bir-biriga bog'liq sabablar. Tizimli muammo internet bilan bog'liq. Juda ham qimmat. Men so'rab ko'rganimda tezligini hozir esimda yo'q, lekin oyiga 140 euro to'lashingiz kerak bo'ladi.
yaxshi joy. Starlinkdan foydalanadigan bormi bu yerlarda? Yo'q. Obunachi yo'q, Starlinkda obunachisi yo'q. Sim shisha tolalik kabel o'rnatamiz deyapti. Xudo xohlasa yaqinda keladi. Bega hali kelmagan. Reklamasi kelyapti. Men uyim borligini hisobiga men shartnoma qilganman. Keyingi yillarda xudo xohlasa kelib qoladi. 3-4 oy oldin taklif bilan kelishdi. Aha. Nima bilan? O'tkazasizmi, yo'qmi? Keling, nima qilib beramiz deb. Yig'ilish qilib tushuntirib beramiz deb. Men borganim yo'q. Hammani pochta qutisiga yozib ketadi, sim to'lali internet keladi. Sizda tayyorlanib turinglar. Bitta savol yana. Sizda hozir ipotekami? Xuddi shunaqa. Ipotekaga yurgansiz. Shu ipoteka to'g'risida gapirib bersiz. Ya'ni qanchaga tushgan, necha yillik, oylik to'lovi qanaqa, foizi bog'langanmi yoki o'ynab turadiganmi? Shuni bir gapirib bersiz. Ha, uy olish bo'yicha endi bunga qaror qilish ham rosa qiyin bo'lgan. Qidirib yurib har xil ma'lumotlar qidirganman. Diniy ma'lumotlarni, nodiniy ma'lumotlarni, shu kredit borasidagi ma'lumotlarni, banklarni hammasini surishtirib olganman. O'zbekistondan tubdan farq qiladi. Hozirgi holatdagi, urushdan keyingi holatdagi Germaniyani prosent foizi hozirgi holatda 3,5-4%. Undan ko'tarilgani yo'q. Men olganim paytimda men 2022-yil uy olganman. 2022-yil 2,9% bilan olganman. 10 yillik foizini qotirilgan foiz bilan olganman. Umumiy olganda 1800 euro, 1900 euro atrofida pul to'layman oyiga. Oyiga. Ana uyim uchun. Necha 20 yilga, 30 yilga? 20 yilga. 20 yilga olgansiz. Ha, yaxshi. Umumiy tannarxi qancha o'zi? Umumiy tannarxi, uyda tannarxi 280 ming bo'lgan. O'sha to'liq to'lanadigan, yana uyda rasmiylashtirishda yana yuridik to'lovlar bo'ladi. Shu uyda summasini 4,5% shu uyda summasini ustiga minadi. Yuridik to'lovlarning hisobiga. Nebenkosten deydi. Uy sotib olayotganda albatta unasi ustiga 1 million yo'lladigan bo'lsangiz 4,5% 45 ming sarflaysiz. 45 ming yuristga ketadi, yurist dokumentatsiyasiga ketadi. Tushunarli. Yana bitta masala bor. Mana shu kelayotganimizda nimaga Xushnudbekka so'radim, chunki boshqa vatandoshlarimizdan ham so'rasam, ular ham shu fikrda aytishdi. Fevral oyida, yanvar oyida boshlandi. Fevral oyida bizda O'zbekistonda ro'yxatga olish tadbirlari bo'lib o'tdi. Deyarli 40 kundan ortiq tadbirlar bo'lib o'tdi. Aholini ro'yxatga olish. Sizlar qanday qatnashdinglarmi, qatnashmadinglarmi yoki bir bu bilan kim qatnashdi? Oranglarda qatnashgan? Nima bilan tugashlik biz shunaqa informatsiya oldik, videolarni ko'rdik, shunday ekanimizni videolardan Gapiring. Va u ko'pchilikning shaxsiy ma'lumotlari tarqab ketgani hakerlar tomonidan ochilib, yo'q, buni sizga aloqasi yo'q. U 15 million anaqa Nima? ro'yxatga olish bo'layotgan paytda hech narsa tarqamagan edi. Tuga bo'lgandan keyingi informatsiya chiqdi. Endi bu ham bunga aloqasi yo'qligi ham aytildi. Gapimda emas, kim o'tdi qo'l ko'tarsin? Yo'q, bu yerda boshqa narsa bor-da. Yo'q, avval o'tmadini bilib olaylik. Bizda yo'q, bundayda Frankfurtda ham uchotda turadi-da. Frankfurtda konsulxonada ham doim uchotga qo'yilgan. O'sha yerda o'zi anaqa borda bizda. Bu boshqa, bu boshqa-da. Bitta o'zingiz o'tasiz. Konsulsiyadan bemalol Germaniyadagi o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar mumkin. Aholini ro'yxatga olish faqat necha kishi bor, u erkakmi, ayolmi, nechinchi yil tug'ilgani haqida emas-ku, u yerda boshqa savollari bor. Men ishonamanki, mahalla raislari tomonidan uylarimizga borib bu ma'lumotlar yig'ilgan deb ishonaman men, to'g'risi. Majburiy, ixtiyoriy ravishda biz haqimizda ma'lumotlar, chunki har bitta chet elda yurgan insonning orqasidan kamda uchastkavoy yoki rais kelib, qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti chet elda, adresi qanaqa, telefon nomerigacha olishadi-da. Qanaqa informatsiyalar yana kerak bo'lgan? Siz yana nima informatsiyani? Yo, u yerda ko'p informatsiyalar bor edi. Masalan, yana shu o'zimizda qishloqdagi gruppa, Telegram gruppamiz bor. Shu gruppa orqali o'sha mahallani shu raislari yozadi har kuni ro'yxatdan o'tish. Shu Kamolot yetakchilari ham bor. Shular har kuni yozadi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tinglar. Oilada bir kishi o'tsa yetarli. Shu bir kishi, oiladagi bir kishi hamma uchun o'tsa ham bo'ladi.
degan ma'lumotlarim bor edi. Shunga meni akamlar, ikkita akam bor uyda. Balki meni ham kiritib qo'yishgandir, lekin bu haqda men ehtimol hammani oilasida shunaqa bo'lgan. Ya'ni masalan o'zi kirguncha o'g'il qizlarini qo'shib kiritilgan deb hisoblaydi. Chunki masalan To'g'ri taxminiylar bilmaysizlar. chunki biz unaqa narsaga to'g'risini aytish kerak. Masalan, birinchidan u informatsiyani pashti eshitmadik. Uni biza o'zaro biror marta bir-birimiz bilan gaplashmadik. Chunki men qanaqa masalan mana bir marta bir eshitib qoldim xolos-da. Atak unaqa juda bir nima deydi, chet elliklarda u bir diskussiya bo'lgani yo'q. U haqida majburlamadida. Yana bir savol. O'zinglar mana Germaniyada turib, nimadan davlat xizmatlaridan foydalanasizlarmi? O'zbekistonlik davlat MyGov orqali? Hujjatlar topshirganingizcha sizga eng asosiy hujjat sudlanmagan degan hujjatni olishimiz kerak bo'lgan. O'sha paytda foydalandik. Yo'q, bu yerda turib. Bu yerda turib foydalanasiz. O'shani aytaman-da. O'zbekiston Germaniyadan turib olingan o'sha dokumentlarni o'sha payt. Undan keyin endi o'ta unaqa ko'p ham ish tushmaydi-da. Yo ishlatdi. Xabar nimalar ma'lumotlar tarqalib ketdi-ku, nima shaxsiy ma'lumotlar o'sha paytda MyGovga ulanib qo'yganmiz. O'sha paytda kredit ololmaydigan qilib o'zim shaxsiy bloklab qo'yganman. Mana bor ekan-ku. Shunaqa. Videosini ko'rganman. Keyin yana bitta narsaga qo'shimcha qilib ketaydi. Prosta esimdan chiqib ketmasi, boyagi xarajat, daromad haqida gapirdingiz-ku. Prosta menimcha faqat menga bilinadi, chunki ichida faqat men uylanmaganman. Asha joyi ham bor. Ya'ni uylangan bola daromadi ham oshadi avtomatik. Ya'ni men bilan yana bitta uylangan farzandli bir xil ish qilsak ham ular ko'proq ham topadi. Yo'q, nafaqa oyligidagi soliq kam to'lashning hisobiga bolasi bo'lmasa hukumatning bergan nimasida shu. Oyligidan soliq kam olib qoladi. Yo'q, bolaga boshqa nafaqa bor. Undan tashqari bor. Misol uchun siz oila qurmagansiz, Farruh aka oilali. Bir xil lavozimda, bir xil ish qilsanglar ham Farruh akaning oyligi ko'proq bo'ladi. Aniq. Oilali farzandli bo'lgani uchun sizniki oyligingiz kamroq. Nimaga? Chunki bularda soliqni kamaytirgan hisobiga bular ko'proq oladi. Demoqchimanki, men soliq bazasi kamayadi. Germaniya soliq to'g'rilar Bo'ydoqlarga qimmatroq. Ha. Masalan, Uylansang, uylan bo'lmasa Sistemlashtirib. yana 1 2 3 bir O'zbekistonga bir yil qaytganimiz solig'i bor ekan. Yo'q. Bo'ydoqlik solig'i demak. daromad solig'ini kamaytirib. Rag'batlantiriladi. Farzand ko'rish rag'batlantiriladi. Siz to'g'ri Yo'q, nimada 6 xil soliq tizimi bor-da. 6 xil soliq klassi bor. Birinchisi bo'ydoq, uylanmagan, bola chaqasi yo'q, qizchasi ham, anaqasi ham yo'q. Misol uchun O'zbekistonda faqat nikoh bo'lsa, zagsdan o'tsa, bu yerda haligi boyfriend, girlfriend bo'lib yursa ham, qanchadir miqdorda bu umumiy xo'jalik bo'lib yashaydi deb hisoblanadi. U boshqacha soliq bilan anaqa tavsiflanadi. Umuman mustaqil odam bo'lsa 4 klass 1 deydi. Bu eng o'sha deyarli o'sha eng vahshiysi, eng ko'p katta qismi qolib ketadi. Undan keyin bola chaqalik, uylangan boshqa bo'lsa 3 ga o'tadi. Masalan, men turmush o'rtog'im ishlamasa, u o'sha 4 klass deydi. Nemischada o'zbekcha muqobil kelmayapti. Nalog toifasini hech qayerda ishlamagan odam eng kam ushlaydigani 5 hisoblansa, kechirasiz, nisbatan ko'pi. Eng kam oladigani 3. Men 3 bo'laman-da, turmush o'rtog'imni 5 qilib qo'yaman. Shunda umumiy hisobda anaqasi nalogi 8 ga to'g'ri kelishi kerak. Qaysidir kombinatsiyada 8 chiqarish kerak-da davlat. Masalan, xotin aytish mumkin, nimaga endi turmush o'rtog'im nalogi kam oladi, xotin aytish mumkin, mendan kam deyish mumkin. Unaqa holatda bu yerda demokratiya. Unda 4-4 bo'ladi ikkalov. Ikkalovimizdan bir xil nalog ushlasin deydi. Biz o'zbeklarda ko'pchiligida ayollar uyda o'tirganligi uchun ayollarning eng yuqori nalog toifasiga o'tkazib qo'yiladi, 5 qilib qo'ysa, turmush o'rtog'i ishlaydi, oylik oladi, undan kamroq nalog ushlashlik uchun turmush o'rtoqlar 3 ga o'tib oladi. Shunda keyin stabillashadi. Lekin uylanmagan, bola chaqa hech narsasi yo'q bo'lsa, bir toifalanadi, bo'ydoqdiki, unda u qochib qutula olmaydi, uniki bor. Lekin toifalash uchun majbursiz ayolingizni o'zingiz bilan soliq idorasiga borishga. Ikkovilar ham qo'l qo'yib bersanglargina, masalan, men 3 ga o'tishim mumkin. Meni davrimda unaqa emas edi. Bo'lmasam, ruxsat yo'q. Yana bitta narsa, uylangan bo'lsa ham, lekin oilasi, masalan, ayoli, farzandlari O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, siz baribir bir bo'lib qolasiz bu yerda. Oilani olib kelmaguncha. Bo'ydoq hisoblanasizlar. Olib kelmagunizgacha birinchi vaqtda qoladi. Bitta savol, shifokorlar bilan turganimizda ko'proq iqtisod va hokazoga o'tib ketib qoldik. Tibbiyot haqida ozgina gaplashdik-da. Mana bu yerda ozmi ko'pmi ishlayapsizlar, ko'ryapsizlar. Germaniya tibbiyot tizimini va ko'pchilik eng og'ir paytlarda Germaniyada najot topadi. Ko'p eshitamiz.
eng manaman degan katta amaldorlar ham, boshqa davlat rahbarlari ham, hattoki boshqa davlatlarda, faqat O'zbekistonda emas. Demak, shunga yarasha tibbiy sifat, tibbiy malaka yuqori. Va menda boshqa savol bor. Shunga oidroq. Tibbiy madaniyat aholini o'zida sog'ligiga qarash, doimiy check-up qilib turish yoki umuman salomatligi haqida qayg'urish madaniyati bizdan qanaqa farqlanadi? Farq bormi o'zi yo'qmi? Farq Kuzatuvinglar bo'yicha. juda katta. Nisbatan men o'ylayman, nima uchun? Bu yerda odamlar birinchi navbatda yoshligidan, balki hammasi ham emasdir, ovqatlanishiga e'tibor beradi. Bizda masalan choyxonaga ketdik, uyda ham zo'r ovqatlanamiz, kechasi ham farqi yo'q. Lekin bu yerda o'ta yosh hamshira yoki nimalarni ko'rsangiz ham, nima uchun? Kechki ovqat uchun o'tagina salat yeydi. Yoki yogurt, boshqa narsa bilan qoniqadi birinchisi. Sog'lom ovqatlanish. Keyingi narsa o'zi oddiygina sug'urta ham bu narsani ixtiyoriy majburiy qilib qo'ygan. Qanaqa qilib? Mana shu sug'urtaga agar har ma'lum bir yoshdan keyin har yili o'zini o'tkaziladigan check-up bor. Check-updan o'tib yursangiz, birinchidan sizga qanaqadir imtiyozlar qilib beradi. Ikkinchidan, sizga keyingi tekshiruvlaringiz uchun nimani terminlar borda. Siz sразу borib, men bugun kompyuter tomografiya tushaman deyolmaysiz. O'shanaqa terminlarni tezlashtirib berish imkoniyati bor. Основное moddiy holati narxini tushirib qo'yadi. Nimada? Ozroq pasaytirib beradi. Keyingisi odamlar avval hozir unaqa bo'lmagan, hozirgi yoshlarni kritika ham qiladi, bu yerdagi o'zi ham nimadir bo'lib qolsa, sразу больницаga keladigan bo'lib qolgan. Yosh avlod ham yoki nimalar bor? Nemischasiga Hausarslar bor, ya'ni oilaviy shifokorlar. Ular ham juda ham tez aholi o'rtasida tekshiruvlarni o'tkazib turadi. Shu tomonlama ham tibbiy madaniyat zo'r. Yana nimaga e'tibor berasiz? Shifoxonaga kelgan kasallar juda ko'pchiligi. Qanaqa kasalliklari bor o'zida? Bu kasalliklarga qanaqa medikamentlar, ya'ni dorilarni iste'mol qiladi? Hammasini juda ham yaxshi biladi-da. Bir xil vaqtda o'tkazib ham yuboradi. Shuning uchun bu yerda gap bor. Doktor Google deydi. Bilmasdan o'qigani uchun kelib sizga ham o'rgatadi-da. Qolgani qo'shimcha qilmoqchidir balki akalar ham. Birlamchi tibbiy yordamda biz O'zbekistondan ko'ra ancha farqi bor. Aynan hududlarga qarab turib hokimiyat tomonidan o'sha oilaviy shifokorlarni praksislarini ochishadi. Masalan, biz O'zbekistonda masalan bitta ko'chada 10 ta apteka bo'lsa, bitta ko'chada 1 dona apteka bo'ladi. O'shundan boshqa apteka ochilishi mumkin emas. Boshqa joyga ochiladi. Nazorat qilinadi hammasi. Aynan o'sha Hausa's Praxis deydi. Oilaviy shifokorlar ham bu yerda bitta bo'lsa, shu oraldagi masofa qaraydigan territoriyasi nazorat qilinadi doim. Undan ortig'ini ham ochilmaydi. Kamayib ketsa, yana shahar tomonidan o'sha narsa fordering qilinadi. Forderingda o'zbekchasi tashkillanadi. Shu yordam tashkillanadi. Tashqaridan keladigan shifokorga imtiyoz yaratib beradi. Shu yerda o'sha talab qilinadigan joyda praksisini ochishi va kasallarga qarashligi. Bu yerdagi aholini bitta yaxshi tarafi meditsinaviy bilimi yaxshi. Agar o'zida ozgina o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha oilaviy shifokorga boradi birinchi. Bizda odamlar doim bizning madaniyatimizda odamlar o'rnidan tura olmay qolguncha uyda qolishadi-da. Shuni jetcha oldroq vrach shifokorga borib uchrasa, o'sha KVPda, o'zimizning KVPda o'tirgan shifokorlar ham albatta ko'radi u narsani. Aynan shu kasalligiga bo'ladigan davoni qiladigan joyni ko'rsatib qo'yadi, hech bo'lmasa yo'naltirib qo'yadi. Aholini tibbiy yordam olishligini ta'minlashligi uchun. Lekin menimcha bu sug'urtaga vaqt taqalsa kerak. Ammasi bu ham aynan moddiy narsalarga taqaladi. Taqalsa kerak, chunki kimdir qayerga og'rib qoladi, mazasi qochadi, nimadir bo'lsa, u masalan vrachga borish uchun pulim yo'q degan narsa bo'lmaydi sizda. Chunki hammasini sug'urta ko'taradi. Siz ikkilanmay vrachga borasiz, hammasini sug'urta ko'taradi.
Ha, shunaqa dorigacha operatsiya bo'ladimi, birlamchi yordammi. Boshqa tarafda esa baribir pulga o'ylanadi odamda, masalan. Oxirigacha masalan Keyin uyda qolib ketish. yana bir meni o'ylantiradigan narsa bu doriga qaramlik. Bizda hamma uyda aptechka bor. Va u yerda endi oddiy doridan tortib eng murakkab dorigacha istalgan xonadonda hamma uyda bor. Va kimdir masalan boshim og'riyapti desa hamma yonida ham albatta dori bor. Bu darajada ko'p dori ichish genofondni ham o'ylaydi. Bu qanaqa qilib mana masalan retsept tizimga o'tish boshlandi, u ham shu bilan juda ham endi vazirlikning o'zini xatolari bo'ldi. Ozgina tartib nuqtai nazaridan, ya'ni tizimga o'tib olish nuqtai nazaridan bu borada O'sha birinchi savolingiz bilan o'sha ikkinchi savol bir-biriga bog'liq mavzu ekan. Endi standartlar bo'yicha birinchi aytdingizki, Germaniya tibbiyoti baribir ko'pchilik oxir-oqibat shu yerga keladi, sharoit ko'p desa, gapingizga qo'shilaman. Germaniyaga O'zbekistondan kelib ishlaysizmi, Afrikadan kelib ishlaydimi yoki Antarktidada nima saqlab o'qish bitirib kelganmi, qizig'i yo'q. Baribir nemis standartida ishlaydi. O'zbekistondan yoki Afrikadan o'rgangan narsasini ishlatmaydi. Bu yerda o'zining standarti bor va standartda belgilangan dori bor. Lightline deb qo'yadi, o'zini misol uchun yurak infarkti bo'ladigan bo'lsa, bu kasalga nima dorini berishga majburiy. O'sha 4 ta toifasi bo'ladi. Birinchi darajali dori. duch kelgan dorini Yo'q. gaplashib olib firma bilan yozish degan narsa yo'q. Kategorически mumkin emas. Endi ham ya'ni misol uchun aspirin deb yozib qo'ysangiz, uni ratiofarmdagi yoki Bellinghemid olishi mumkin. Bu ixtiyoriy. Lekin o'sha ta'sir qiluvchi moddani darajasi bo'ladi. Birinchi darajali kategoriya 2, 3, 4. Siz 3-4 kategoriyali dorini yozib olsangiz, uni sug'urta firma to'lab bermaydi. Kasal o'zini cho'ntagidan to'lashi ham mumkin ba'zi bir holatlarda. Shuning uchun vrachlar odatdagi holatlarda, endi bizni misol sharoit German holatiga oladigan bo'lsangiz, banisida o'tgan kasalga banisa dori beradi. Kasal aptekadan ko'chadan chiqib olib kelmaydi. O'shaning uchun siz birinchi kategoriyadagini yozishingiz kerak, majbursiz ham. Shunda sug'urta kompaniya siz yozib bergan dorini kasalga 100% cho'ntagidan to'lab beradi. Bo'lmasa bansaning cho'ntagiga tushib qolishi. Shuning uchun ortiqcha u yoqdan bu yoqdan keldi dori yozish mumkin emas. Batmatga umuman yo'l yo'q. Umuman yo'q. Siz aytgan narsa o'sha bizda bor edi, balki hozir qanday holatda bilmayman. Polipragmatizm deb qo'yamiz. Bitta kasalda 10 xil, 20 xil dori turadi. Asosiysi 3-4 ta bo'lishi mumkin. Qolgani bat boshqa bo'lib ketib qoladi, chunki kasal cho'ntagidan to'laydi. Agar shuni sug'urta to'lasa, sug'urta aytadi, bunga to'lamayman dedi. Bu shart emas-ku deydi. Boyaga 1 2 3 4 kategoriya bo'yicha bu 3 ga ham to'g'ri kelmaydi. 4 ga bo'ldi. Nima keragi bor? To'lamaydi. Keyin kasallar ham sekin o'ylanishni boshladi. Endi nimaga yozing buni? Umuman to'lamaydi ham kerak emas narsa ekan. Bu yerda nazorat qiladigan narsa bor-da, har xil tashkilotlar bor. O'shaning uchun bu qattiq nazoratda bo'ladi. Shuning uchun tibbiy sug'urta juda O'sha boya aka gapirganda aytdimki, sug'urta o'z tartibga solib qo'yadi-da. Bemorlarni ham, ya'ni iste'molchilarni ham, klinikalarni ham, shifokorlarni ham va farm kompaniyalarni ham tartibga solib qo'yadi bir-biriga. Qanaqa qilib bilasizmi? Juda ham sizga bitta xatoyingizdan qimmatga tushib ketadi. Shifokor sifatida. Masalan, oddiygina misol, bundan 7-8 oy avval oddiy shifokor kasal kelgan. 2 soat ko'rish kechikkani uchun bu bemorda insult bo'lgan va ko'rish qobiliyati pasaygan, yo'qolmagan, pasaygan. Keyin uni sudga bergan. Sug'urta sudga bergan. Umumiy bemor uchun bemor foydasiga 120 ming yevro undirib berildi. 120 ming yevro. shifokor Lekin klinikani. Klinika to'laydi. Lekin klinika ham o'zini bemor har doim ham ishonib qola olmaysiz. O'zini oqlab 50%ni klinika to'ladi, 50%ni shifokor to'ladi. 60 ming yevro rezidentura qilayotgan shifokor uchun juda katta mablag'. Kamida 1 yil ortiqcha xarajatlarsiz pulini yig'ish degan. Ana shuning uchun ham shifokorlar o'zimizda ham guideline deydi, unga qarab ishlaydi shifokorlar. Lekin to'g'risini tan olish kerak. Mana bu firma va qolgan dorilar juda ham qattiq rivojlanib ketgan. Shuning hisobiga tartibsizliklar olib keladi. Boya to'g'ri aytdi, genetikka ta'sir qilmaydi. Katta ta'sir qiladi. O'zbekistondagi aholi bilan Germaniyadagi aholini antibiotikka nisbatan sezuvchanligida juda ham katta farq bor. Katta farq bor. Bu yerda oddiygina antibiotik bilan boshlanishidagi masalan oddiy yalg'lanish jarayonlarini davolasangiz, O'zbekistonda siz yuqori toifadagi antibiotiklarni ishlatishga majbursiz. Chunki bo'lmasam effekt yo'q.
No, shularga ham e'tibor berish kerak albatta. Hali kech bo'lmagan bo'lsa. o'sha rezistentlik deb qo'yadi. O'sha aholi biz bu yerda emerasa, emeragen degan narsalar borda. Eng sodda biz O'zbekiston udolida deyarli ishlatmay qo'yganmiz pensilin degan narsa bor. Birinchi kelganda majburiy standartda pensilindan boshlash kerak edi. U misol uchun bironta shifoxonadan nozokomial infeksiya, super infeksiya bir narsa bilan kelgan bo'lsa, keyin generatsiyaga o'tiladi. Men O'zbekistonda o'zimizkilar ham bansiga yotsa ko'raman, shamollab qolib botsa ham, o'sha 3-4 generatsiya dorini yozib tashlaydi. Balkim virus endi o'sha majbur bo'lib qolgandir, uchun yengilrog'ini yozsa o'sha ta'sir qilmaydigan darajaga chiqib bo'lganda. Qanday qilsak bo'ladi? Nima qilish kerak? Nima oldimizda yo'l bor? Ya'ni mana sizlar ko'rasizlar, muammolarni ko'rasizlar O'zbekistondagi nima yo'l bor oldimizda? Nima qilaylik? Antibiotiklarda mispravh deb aytiladi, ya'ni o'sha suiiste'mol qilish deb aytiladi. Endi bu aholi, ya'ni vrachni ko'rsatmasiz ham o'zlari aptekaga borib, aptekachini ko'rsatmasiga binoan yoki maslahatiga binoan o'zlari xohlagancha antibiotikani qabul qilishlari, sotib olishlari mumkin. Aptekachilar lekin iloji boricha shu yangi kelgan yoki qimmatroq bo'lgan dorisini o'tkazishga harakat qiladi. Endi aniq. Endi bu narsani boshlanish ko'proq sug'urta bilan ko'proq bog'liq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda sug'urta biror misol farzandimiz yoki o'zimiz vrachga borsak, o'zimiz ham kasal bo'lishimiz issijon dori yozib bersa vrach, qo'lingizga retsept berish mumkin yoki o'sha o'zimizda kartamiz bo'ladi, sug'urta kartamiz. O'shunga o'zi saqlab qo'yish mumkin kompyuterda. O'shini misol aptekaga olib borsak, o'shaning ichidan ko'rib qaysi dori yozilganini va bizga o'sha dorisini kerakli dorini beradi. Shunda biz o'zimizcha birorta antibiotik sotib olamiz shunaqa. Endi yana bir boshqa narsa, Germaniyada sug'urtani ham faqat bitta firma emas, sug'urtani har xil firmalari bor. Har xil firmalar bor va o'sha bu yerdagi aholi o'ziga ma'qul kelgan sug'urtani tanlab, o'zlari shu sug'urtalanishi mumkin. Albatta. Bu o'sha qaysi biridadir tishni, misol qaysidir bemorda tish bilan bog'liq kasallik ko'p bo'lishi mumkin. O'sha qaysidir sug'urta ko'proq to'lab beradi. Shunaqa, bundan tashqari qo'shimcha sug'urtalar bo'ladi. Endi O'zbekistonda sug'urtani endi boshlandi, lekin meni o'ylashimcha sug'urta ham faqat bitta kompaniya bo'lib qolmasligi kerak deyman-da. Birdaniga shu ikkita yoki uchta tanlov bo'lishi kerak odamlarda. Agar monopoliya bo'lsa, odamlar bir chunki sug'urta kompaniyasi ham o'zini nimasini narxini oshirib, O'zbekistonda endi har haligi aholini qatlamini qarasangiz, deyarli borgan sari ajrab boryapti-da. Boy aholi va kambag'al aholiga ajrab boryapti. Kambag'al aholi u sug'urtani qoplab, sug'urtaga oyligi hammasi ketib qoladi-da. Hozircha endi aniqlik kirib ketaman, lekin hamma fikrlar o'rinli. Sug'urta tizimi hozircha to'liq davlat byudjeti hisobidan qoplanyapti, lekin kelajak keyingi qadam bu raqobatli sug'urta tizimi orqali bo'lishi kerak. Siz aytgan gapingiz juda mazmunli tarafi borda. Bugun misol uchun farm kompaniyalar bemorlar talayotgan bo'lsa, ertaga siz aytgandek monopol sug'urta bo'lib qoladi desa, endi sug'urtachilar bemorlar talashni boshlaydi-da. Shuning uchun har bitta zanjirda raqobat bo'lishi kerak. Juda o'rinli gap gapirdim shuncha. Qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi degan fikrda men o'ylayman, birinchi navbatda qishloq vrachlik punkti va shahar vrachlik punktidagi или poliklinikadagi holatni o'zgartirish kerak. Qanaqa qilib? Va undan avval birinchi qadam o'zi boshlandi. Nima bilan? Dorixonalardan dori olish, faqat retsept tizimi yoki retsept bo'yicha olish. Bu juda ham zo'r qaror. Xohlaganda odam borib, xohlagan dori vositalarini olib keta olmaydi. Ayniqsa antibiotika yoki boshqa narsa. Keyingisi, agar yosh bolalardan boshlab qishloq vrach punkti yoki shahar vrachlik punktida tekshiruvlarni o'z vaqtida o'tkazib, ortiqcha dori vositalarini berishdan o'zimizni tiya olsak, boshlanishidir. Sezuvchanlik o'z-o'zidan ba'zida qolaveradi. Va talab qilmasak, talab qilinmasa. Va talab qilmasak, xohlagan ota-onalar ham talab qilib, nima yozib bermading? Sen kuchliroqdan yozib bermading yoki boshqa narsa. Xuddi shunday to'g'ri aytdilar. Bir marta bitta misol keltirilgan. Bitta shifokorga borib, agar shifokor bir dona dori yozsa yoki 2 dona dori vositasini yozib bersa, bu degani u shifokor bilimi yo'q degan narsa. Keling, qo'shildi bizga. Keyingi ishtirok.
Keyingi ishtirokchimiz Shohruzbek. Familiyasi esimdan chiqib qoldi. Matyakov. Reabilitatsiya klinikasida o'z faoliyatini olib boradi. Bizdan 15 kilometr uzoqlikda. Hozir yana bitta narsani aytib ketmadik-da, Shunbek. Bu kishi Xorazmdan ekan. Siz qayerdan? Farg'ona. Siz? Andijondan. Siz? Xorazm. Farg'onada. Andijon. Xorazm. Andijon. Qashqadaryo. Qarang, butun O'zbekiston ekan. Ya'ni ana g'oya ishlamayapti, ya'ni bitta qishloqdan tortib olib keldi degan g'oya ishlamayapti. Butun O'zbekiston. Bitta endi bizda ham mana syomkalarimiz bor edi, qorong'ilashib qoldi. Bitta savol va bitta so'z bilan hammada aylantirib chiqamiz. Agarda sizlarning qo'lingizda bo'lsa, sizlarni tasavvur qiling, sizlarning qo'lingizda Germaniya jamiyatidagi, Germaniya davlatidagi farqi yo'q. Nimani, qaysi jihatni bitta so'z bilan O'zbekistonga olib borib, shunda ko'pi pastri qilgan bo'lardingiz. Nimani? Yani bu demokratiyami, bu tartibmi, bu madaniyatmi, bu bilimmi va hokazo hamma o'zini fikrini bitta-bittadan aylantirib chiqardi. Tushundinglar savolni? Demak, Tushundik. agarda qo'lingizda bo'lganda Germaniyadagi nimani, qaysi jihatni, qaysi hislatni shunda o'zbek jamiyatiga ko'pi pastri qilgan bo'lardi. Bitta aylantiramiz. Bitta so'z bilan. Bitta so'z bilan bir-biriga bo'lgan hurmat. Bitta so'z. Termin sistemani. Termin. Vrachlarning javobgarligi. Iqtisodiyot tizimini qurish kerak. Iqtisodiy tizim. Vrachlarni o'sha mavqesini aholini orasida yaxshi bo'lishini. Obro'sini oshishini. Man ijtimoiy yordam bor Germaniyada juda yaxshi rivojlangan, oilali nimalarga o'sha ijtimoiy yordamni O'zbekistonga kirsa juda yaxshi bo'ladi. Hamma o'z ishini vijdonan qilishi va bir-birovni aldamaslik. Shu narsani ko'pga qilish kerak. Men tekshiruv sistemasini arzonlashtirishni taklif qilgan bo'lardim. Chunki tekshiruv Germaniyada tekshiruvdan o'tishlar mana bepul tibbiy tekshiruvlar. Ya'ni aholiga dastur, ya'ni nima deydi, qo'l yetadigan darajada tibbiy tekshiruv. To'g'ri. Men sug'urta sistemasini kiritishni xohlardim. Tibbiy sug'urta, aynan. Mana ham ijtimoiy himoya va shaxsiy mulk daxlsizligini ta'minlashni tayinlagan bo'lardi. Молодец. Antibiotik borasida meni gapim bor edi. Ha, aytavering. O'zbekistonda meni fikrimcha O'zbekistonda tibbiyot sistemasini o'nglash uchun faqat eski davlatlardan sistema olish kerak emas deb o'ylayman. Men har bitta dunyodagi rivojlangan davlatlarda meditsina sistemasini, Bunyod akam aytgandek, light liniyasini o'rganib chiqib, o'zimiz uchun alohida yangi shu light liniyani yaratib, o'sha bo'yicha ishlashni boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Mikrobiologiyalarda ochish kerak, mikrobiologlarni qo'llash kerak. Chunki Andijon viloyatida, oladigan bo'lsangiz, Andijon viloyatida men bilmayman qayerda mikrobiolog borligini va o'sha olingan surtmani ekib qaysi antibiotikka o'sha bakteriyani sensibilitetini aniqlab beradigan, ta'sirchanligini aniqlab beradigan mikrobiologni bilmayman. Aynan shunaqa markazlarni ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Chunki aynan shunaqa markazimiz bo'lmaydigan bo'lsa, vrachlar ham ilojisi yo'q. Shu xohlagan o'ziga yoqqan antibiotikni beradi. Chunki siz bilmaysiz-da, sizda o'sha aynan o'pkasi shamollagan odamda aynan o'sha qaysi bakteriya orqali chiqqanligini bilmaysiz. Qaysi antibiotik unga ta'sir qilishini bilmaysiz. Shuni hisobiga vrachlarimiz beradi, bittasini beradi. Agar pasiyent yaxshilanish bo'lmaydigan bo'lsa, yana ancha kuchlirog'ini berib beradi. Shunaqa qilib bizda o'sha infeksiyani, o'sha bakteriyani aynan o'sha bergan antibiotik egasiga sezuvchanligini oshirib boradi va o'sha davolab bo'lmas kasalliklarda o'limlar sonini ko'paytirib boradi. Biz o'zimiz aholidan ham vrachlardan masalan bitta odam kasal bo'lsa, borib
bitta vrachga bormaydi biznikilar. 1, 2, 3, 4 ta vrachga boradi. To'rovdan anaqa retsept olib kelib oladida, qaysi birini olsamikin deb o'ylanaveradi keyin. Aynan shu narsani yo'qotish kerak. Albatta bitta vrachga ishonib, aynan o'shanga ishonch bildirib, faqat o'sha vrachga borish kerak. Oilaviy vrachlarda miqdorini oshirish kerak deb o'ylayman. Aynan bitta shifokor bitta oilaga o'zini, masalan, bitta oilaning hamma a'zosini ko'rsa, u biladiki, aynan o'sha oilada qanaqa kasallik bor, qanday qilib davolangan, qachon qanaqa kasallik bilan kasallangan, bolasi qanaqa, yangi farzand tug'ilgan, aynan shu oiladagi butun boshli bakteriya yoki kasallik hammasini o'sha bitta shifokor, o'sha qishloq shifokori biladi. Aynan o'sha mikrobiologlarni tashkillashimiz hisobiga biz aynan qisqa muddatda antibiotikni sezuvchanligi bor antibiotikka o'zgartirishimiz mumkin. Retsepti borasida bu narsa shu retsept bilan ishlanadigan sistema bu bosqichga Germaniya sekin-sekin o'tganda, sekin-sekin o'tgan aynan retseptga o'tishda hozir o'sha bitta karta bor. Kartaga o'zi retsept yozib beradi. Bunaqaga aptekaga borsangiz, karta bilan borsangiz, sug'urta kartasi bilan borsangiz, sizga dorini beradi. Endi bu narsaga endi sekin-sekin o'tyapti. O'shunda ham rosa katta muammolar bo'lyapti. O'zbekistonda men o'ylamaymanki, bu narsani zo'r birpas o'tib ketib qolishini. Chunki karta bilan sistemaga o'tadigan bo'lsa, bu narsa juda katta muammo. Biz orqa tarafdan bu yoqqa qarab kelyapmiz hozir. Bu tarafdan sekin-sekin o'tib borsak, meni fikrimcha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bizda ITchilar yetishmaydi bu narsaga. Kartani chiqaradiganlar, unga shifokor qiladigan saqlash uchun, xotira uchun chiplar kerak bo'ladi. O kartalarni chiqarib, o retseptlarni birma-bir qog'ozbozlik ko'payadi yana. Aynan shunaqa muammolarga albatta duch keladi bular hammasi. Endi aynan bu narsani shu sistemaga kirgizish uchun albatta menimcha bosqichma-bosqich past tarafdan chiqib borish menimcha ma'qulroq deb o'ylayman. Shu sug'urta borasida meni ham fikrlarim bor. Endi ko'r-ko'rona xulosa qilib, Germaniyada shunaqa ekan deb sug'urta tizimini ham yoki retsept tizimini ham olib olish yaramaydi. Hali O'zbekistonda shunaqa taassurot bor, Germaniyada umuman antibiotik olib bo'lmaydi, qiyin, o'ta qiyin deb tushuncha bo'ladi, lekin bu yoqda ham antibiotikni vrach tomonidan yozib berish ham bir juda olamshumul narsa emas. Ko'rsatma bo'lsa, yozib beradi, bemalol borib oladi, ichadi, hech kim muhokama qilmaydi. Hali bemor tomonidan ham yoki shifokor tomonidan ham bir antibiotik olish bir olamshumul narsa emas. Kerakmi? Yoziladi. Sug'urta tizimi ekanda hech qaysi kasal dorisiz qolib ketmaydi-da. Ba'zi kasallar bor, endi o'zim shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, juda ko'p dori ichadi. Ular ham O'zbekistondagi aholidan ham ko'p dori ichadiganlar bor. Yoki og'riq qoldiradigan, doimiy ichib yuradigan kasallar bor. Ular ham bir hali biz Germaniyada yashayapmiz, kamroq dori ichishimiz kerak degan tushuncha yo'q. Kerakmi? Hamma dorini ichadi. Keyin hech qaysi kasal dorisiz qolib ketmaydi-da. Dorim tugab qoldi. Endi borishim qayerdan retsept olaman? Hali bemor retseptni olishi muammo emas. Oldindan tugamasdan ham dorisi hali bir haftaga yetadimi, 10 kunga yetadimi? Bemor retseptni yozdirib olishi mumkin. Bu olamshumul narsa emas. Keyin aytganlaridek juda katta moddiy texnik baza talab qiladi. Aptekachi tomonidan ham, vrach tomonidan ham, bemor tomonidan ham katta bir bazani talab qiladi. Keyin sug'urta tizimini ham ko'r-ko'rona ko'chirishni tavsiya qilmayman. Sug'urta tizimi zo'r albatta. Bu yerda pasient bemor tomonidan bir tiyin pul to'lanmaydi. Har qancha dori ichsa ham, har qancha kasalxonada yotsa ham yoki qayta operatsiya bo'lsa ham hech qaysi sug'urta kompaniya kelib, "Mencha sen kasal bo'laverasan, baribir operatsiya qimmat operatsiya o'tkazibsan, sen to'lamaymiz" degan gap bo'lmaydi. Yoki masalan, endi o'zbeklarda ko'p uchraydi, ishlaydi, ayol farzandlar ishlamaydi. Farzandlar ayollar ishlamagan taqdirda ham ular polniy sug'urta bilan qoplangan. Ular kasal bo'lsa ham hech kim faqat seni ering sug'urta to'laydi, senlar davolamaymiz yoki operatsiya qilmaymiz degan gap bo'lmaydi. Keyingi masala sug'urtani to'lovini shu hamkasblar aytishgandek yarmini davlat, yarmini ishxona, yarmini xodim to'laydi. Bu sizga juda katta bilinib ketmaydi O'zbekiston darajasida ham. Oyligingiz ma'lum bir darajasida ushlaydi. Hatto oddiy ofitsiant yoki ko'chada oddiy farrosh ham sug'urtani to'lay oladi buni. Keyin farroshda xotini, farzandlar ishlamasa ham ular ham sug'urta bilan qoplangan bo'ladi. Keyin bu yoqdagi oylik maoshlar ham shu sug'urtani qoplashga yetadi-da.
sug'urta masalasida ham jabr sug'urta bilan zo'r ekan, O'zbekistonda ham shuni tatbiq qilib yuborish kerak degan narsaga bir ozroq o'ylab, ichiga kirib, qanaqa nyuanslari bor o'rganish kerak. Keyin masalan ishlagan odam sug'urtaga to'laydi. Ishlamagan odam sug'urtasi qolib ketadimi? Yo'q, ishlamagan odamda ham nega ishlamayapti? Sababi bor. Kasalmi, qariyami yoki ijtimoiy yordamga muhtojmi? Bu odamda ham ijtimoiy yordam sifatida pul oladi, ham sug'urtasini davlat qoplab beradi. Ko'r-ko'rona sug'urtaga ham sug'urta bo'yicha ozgina qilsam mayli. Endi bizning fikrimiz hozir bu yerda jabinsa o'zgartirib yubormaydi-yu sug'urta masalasida, lekin O'zbekiston iqtisodiyoti sug'urta tizimiga o'tishga asli tayyor emas. O'zbekistonniki tayyor, lekin aholi umuman tayyor emas. Bu yerda Germaniyaniki taqqoslab bo'lmaydi. Bu yerda daromadingiz 14% sizni butun oilangiz bilan sizni sug'urtalashga ketyapti. Chunki daromadning 14% vrachda oyliga 6000 euro bo'lsa, u qancha 14% bo'lsa 800 euro, 900 euro to'layapti har oy. Kasal bo'lmasa, o'zi 900 euro ketyapti. U borsa shifoxonada yotsa, uni to'lashga yetadi. Endi O'zbekistonda o'rtacha oylik hozir bilmayman, misol endi sredniy holatda kimda 400 dollar oylik olayotgan bo'lsa, oilada bitta erkak kishi ishlasa, uni oyligidan 10% 400 dollar 40 dollar bilan. Endi Banisadagi dori-darmonning narx-navosi bilan Germaniyadagi dori-darmonning narx-navosida bo'lib ham mana labor texnologiya, mana bizda troponin degan narsa O'zbekistonda ham bor. Men borganimda 1 kilo oldim, 50 dollar, 60 dollar edi. Germaniyada 40 dollar shu narsa. O'zbekistonda tibbiyotda narxi Germaniyanikidan juda katta farq bormaydi. O'zbekistonda qimmatda tibbiyot, lekin oylik kam-ku. Endi sug'urta tizimiga o'tadigan bo'lsa, Vengriyada tajribasida aytsin, Vengriyada 1200 dollarda o'rtacha oylik. Lekin o'sha ular sug'urta tizimiga o'tishganda sug'urta to'laydi-yu, endi sug'urta to'lamaslikka harakat qiladi-da. Sen tizzang deydi, bu bilan og'riq olish ichib yursang bo'laveradi deydi-da. U to'lamaydi. Tizzasiga protez qo'yish kerak bo'lgan odam, masalan, 1 oy yoki 2 oyda olish kerak bo'lgan narsasini 9 oy, 1 yilda olar ekanda. Hozir Germaniyada o'zida ham bu muammo bor. Masalan, O'zbekistonda gastroskopiya qilish kerak bo'lsa, xususiyga borasiz 200 ming yig'iladi. Germaniyada gastroskopiya 3 oy o'chirib turasiz. Boshingizni kompyuter tomografiya qilmoqchi bo'lsangiz, MRT qiladigan bo'lsangiz 3 oy 4 oy kutasiz. Sug'urta to'laydi. Bu shuncha iqtisodiyot bilan shuncha. O'zbekistonda iqtisodiyotida sug'urta kompaniyalari o'ylab davlatda, keyin rostakam kerak bo'lgan kasallar yuraveradi. Biz Qat'iy jalb qilishni. o'rinli hamma aytgan gaplaringiz, biz sug'urta tizimiga o'tishni startida turibmiz. Hali sug'urta kompaniyalar bu bosqichga kirgan yo'q. Oldin davlat to'liq moliyalashtirgan bo'lsa, budjetdan to'g'ridan to'g'ri. Hozir ijtimoiy sug'urta orqali, tibbiy sug'urta orqali moliyalashtiryapti. Shu joy almashgan xolos hozirgi bosqichda. Boshqa hech narsa o'zgargan yo'q. Bozorga sug'urta kompaniyalar kirib kelgan yo'q hali. Tushunyapsizmi? Lekin qachondir kirib keladi, kirib keladi. Bu hamma xavotirlar Vengriya misolida aytyapti, juda ham o'rinli. Teskari effekt berib qolish mumkin. Bu do'stimiz tanishtirmaysizlarmi? Jamoamizda yana bitta a'zosi Shahboz O'rolov terapiya yo'nalishida o'z faoliyatini olib boradi. Shahboz O'rolov. Hozir ishdan kelyapsiz. Ishga kelyapman hozir. Olti tugamaydimi? Ya, bir ikkita ishlarim bordi, qo'shimcha o'shani Hammalarda men yana bitta narsani ko'rdim, mashina bor ekan, juda ko'plarda bitta sog'lom hayot tarzini konsepti bor ekan. O'z ekan hammalarda. Bu sizlarda umumiy qaroringlarmi, ya'ni kelishib qilganmisiz yo hammalar patriotizm. Sizda Omashada keldingiz-a? Yo'q, Shundan ham xursand bo'ldim. eng sog'lomlar. Lekin bitta savolim bor. Mana hozir keldinglar, ko'rdinglar, mikrofon qaling. Mana. Germaniyada ham даже masalan hozir shifokorlar masalan eng oliy qatlamlardan bittasida. Ko'rib xursand bo'ldinglarmi, faxrlandinglarmi shu darajada? Shuncha shifokor Germaniyada o'z faoliyatini omadli olib borayotganida. Bizga savolmi? Sizlarga savol. Ya endi savol. Agar biz faxrlanmaganimizda, biz xursand bo'lmaganimizda biz kelmagan bo'lardi. Birinchi shundan boshlaymiz. Ya'ni biz sizlarda umuman yaxshi bir gap aytdilar. Anvar aka degan Berlin atrofida ishlar ekan, ular ham shifokor ekan, balki sizlar balki yo'q. Biz samolyotda birga kelib qoldikda. Yaxshi bir gap aytdilar. Hali boshida bergan savolim, u nemis jamiyatida o'zbek desa sekin astalik bilan shifokor, tibbiyot demak tibbiy xizmatchi degan bir imij shakllanyapti. Bu yaxshi imij shakllanyapti va bir narsa aytdilarki, iltimos shuni bir ilgari suringlar. Shu imijga ta'sir qilib qo'ymaylik, buzib qo'ymaylik.
bitta yomon ishimiz bilan, qing'irishimiz bilan, jinoyatimiz bilan qaysi bitta ahmoq qo'pol qo'yotganini bitta tirraqib uzoq butun podam bulg'aydi degandek va hammamiz his qilaylikki, biz o'zimiz shunchaki yoki xushnud emas, ortida baribir O'zbekiston bilan bog'laydi va bu boshqa o'zbeklarga ham zarar yetkazishi mumkin. Ularga nisbatan ishonchi demak o'ldirishi mumkin. Shuning uchun mana shu endi shakllanib kelayotgan yaxshi o'zbeklarning yaxshi imijini Germaniya hamjamiyatida biz uzoq vaqt saqlab turishimiz kerak va bunda hamma jamoaviy bir mas'uliyatni his qilishi kerak degan bir fikrni aytdilar. Umuman biz juda ham xursand bo'ldik. Ochiq xursandligimizdan, faxrlanganimizdan. Manga keladigan bo'lsak, hatto ertalab talashildi. Kim boradi? Sizlarning oldinglarga. Ya'ni chek tortdikda, vaqt shunday ikkalamizga tushdi. Doktorlar, ya'ni o'zbek doktorlari Germaniyada ijtimoiy qiyofa yaratayotganidan men juda ham xursandman. Bu men gapirmadim, buni elchi ham gapirdi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchisi ham gapirdi shu narsani. Ya'ni o'zidan o'zi doktorlar haqida mavzu ochilib ketgan yo'q. Aynan sizlar mavjud bo'lganinglar uchun, sizlarning muvaffaqiyatinglar bo'lgani uchun, o'rninglar bo'lgani uchun va qolganlarga ham andoza yaratayotganinglar uchun shu narsaga beryapti. Shuning uchun men shaxsan mendan savol so'raydigan bo'lsa, juda ham xursandman. Va Anvar akam rostdan juda ham chiroyli gapiribdi. Men o'ylamayman, agarda oddiy o'zimizning klinikamizda ham qaysidir bir o'zbek shifokori yomon ishlaganida shuncha odam kela olmas edi-da. Men ko'rdingizmi yo'qmi, ikkita video ishlaganman. Birinchisida 5 ta vrach, keyingisida hammamiz tanishib chiqqanman-da. Kommentariyasida bir ikkitalar yozibdi, Germaniya tibbiyoti ham o'libdi dedi. Tiriltiryapsizmi, dizmi? Lekin rostdan ham bor gapda. O'zbek shifokorlaridan klinikamizda farqi yo'q. Bosh vrach yoki hamshira juda ko'pchiligidan juda ham pozitivniy nima paydo bo'lgan. Nima deydi? Taassurot paydo bo'lgan. Shuning uchun ham bemalol ko'payishib ishlab yuribmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Nima Shunbek bitta podqa qilaylik-da, hozir yakun qilaylik, keyin qaytamiz. Chunki kutishyapti уже, 3-marta yozishdi. München yaqin aka. Yaqinligini bildik hozir kerakganda. Kelganinglar uchun katta rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar, Katta rahmat. Keyingisida bemalol bir haftaga mehmon bo'lib kelasiz. Xudo xolasa Bafurda tanishamiz. Katta rahmat sizlarga hammalarga. Yig'ila olmadi, biz yig'ilsak qo'rqib ketasizlar. 30 ta olib, bansamizning o'zida shu atrofimizda 30 ta Hozir mana yarim soat ichida yig'ildinglar, shuni o'zi ham katta gap. Shuni hamma bugun boyagi ishda kuni bo'lgani uchun ham ozgina boyagi Dejurda ham 16:00 gacha eng kami hamma. Shuning uchun baribir vaqtida chiqib ketish qiyin. hamma o'zbek bansadan kelib oladigan bo'lsa, bansa bo'shab qoladi. Biz Germaniyadagi o'zbek shifokorlarini hamjamiyatini oldiga keldik. Haqiqatan hamjamiyat. Bir kishi emas, ikki kishi emas. Instagramda ham ko'rgan edik, videolarda mashhur. Mana shu akalar bilan biz tanishdik. Baraka topinglar. Bular hozir kamroq ekan hali bu. Va bu jamoa yana ham kengayamiz deyishyapti. Aslida ko'p ekan. Necha kishi deyildi? Klinikamizning o'zida 19 ta odam. Umumiy bu atrofdagi klinikalarni hisoblaydigan bo'lsak, bemalol 30 taga yetib qolamiz. 30 kilometr atrofdagi больницаlarda bir 40 taga yaqin o'zbek vrach bor. 30 kilometr atrof radiusda. Hammasiga omad. Hammalarga omad. Sizlarga ham rahmat kelganinglar uchun. Sog' bo'linglar. O'zbeklarni musofir yurtda ham O'zbekiston sha'nini baland ko'tarib yurishibdi va o'zini ilmi bilan. Alloh sizlarni o'z tarafida asrasin. Rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Rasmga tushib qo'yaylik ham. O'shada. Lekin otaga bitta rasmga tushib qo'yaylik endi. Rasmga tushib qo'yaylik hammamiz. Biz sizlar juda qattiq ko'ramiz. Bizga bitta umumiy Mikrofonlar qolib ketib qolmasin. Ikkita. Ha.